Do'stlar, hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda ekraningizda turgan Minecraft o'ynaymiz va o'zi haroyimida Minecraft. Hozir sizlar bilan qanaqadir voqealarga guvoh bo'lamiz. Bilmayman, zombi shahar ekan bu. Zombi shahar ekan qoldim. Nima qilishni bilmay yuribman. Hozir sizlar bilan do'stlar ketishga harakat qilamiz. Netdan chiqamiz. Aylanib ko'raylik. Safi zona. Qafas. Va hayvonot bog'imi deyman a? Bosh oyog'im. Hop ko'ramiz. Mana bu javonlarda zombi shahar ekan bu. Zombilar bor shahar ekan bu. Stay safi. Men bittaman kiyim-kiyimlar ko'rdim-da. Kiyib olaylikmi? Kelib qoladi bu ham. Olamiz hamma narsani do'stlar. Bu ham kerak bo'ladi hali, bu ham kerak bo'ladi hali, bu ham kerak bo'ladi. Bu ham kerak bo'ladi. Hammasini tevaga olib, mana buni kiyib olamiz. Boshqani ham kiyib olamiz. Nimaga qo'yib qo'yamiz ko'p narsani. Pichoqni o'zini bittasini qo'limizga olsak yetadi. Zombi chiqib qolsa do'stlar, urushni o'ldirgan va bu shaharda albatta yangiman, bilmayman nimalar bor, nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi. Shuning uchun do'stlar, prosta tek do'stlar tezda obuna qo'yinglar, 100 ta obunachiga o'zi ozgina qoldi do'stlar. Shuni obuna qo'yinglar iltimos. 100 ta obunachini urib olaylik. Hech qancha qolmadi 100 ta obunachini urishimizga do'stlar. Nima ekan? Enjoying this map. Follow us for more maps. Ayog'im qayrib oldim, mayli. Ishdan devech ketsa bo'lamidi? Ayog'im kuydi. Nimagadir tupuk. Oyog'im. Men bitta yurib sakrab o'tib ketolmayman, mayli. Harakat qilib o'tamiz akalar. Faqat harakat. Tushib ketdim. Faqat harakat. Akalar, nima bo'lyapti? Faqat harakat. Oyog'im. Ay, yana bosdik. Ketdi akalar. Faqat to'g'riga akalar. Batdan tushib ketaylik endi. Bitta ko'rib chiqaylik nimalar bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Shu bilan bu joydan chiqib ketib, zombilarga qarshi urushamiz albatta. Bugungi videoda shunaqa bo'ladi. Nima borda? Oltonidan topdim akalar. Mana bu narsaga. Biz hozir salkam hammasini olamiz, chunki to'rlar ham kerak qolishi mumkin. Shuning uchun to'rlarga olib olamiz. Hali zombilar ko'payib ketib qolsa, zombilar sekinlashtirish uchun toshlar kerak qolishi mumkin. Va kirka ham kerak qoladi. Hali kirkamiz ko'p. Hop, kelinglar, mana shuni kiyib olaman men hozir. Va malades. Va kepalinglar, mana ovqatlarimiz bor va do'stlar. Ovqat sotib olaylikmi? Agar keyingi video mana shunaqa oshxona haqida bo'lishini xohlasanglar, prosta like bosib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolasa. Mayli, sizlar boshida ko'p like aytmayman do'stlar, chunki o'sha hali o'zi yangi youtuber bo'lsam. Shuning uchun 10 ta like qilib bosib bersalaring, 10 ta like yig'ib bersalaring bo'ldi do'stlar. Mana shunaqa narsa sotib video bo'ladi. Xo'p, ketdik. Zombi shahar akalar. Hop, ishqilib zombilar bormi deymi? Qani zombi? Vertolyot akalar. Endi ko'zingga olaylik, o'lgur. Onasini. Zombi akalar orqamdan keldi, kirisa bitta urishim keldimi?
Kris orqadan ot akalar. Ot minib olamiz-ki, Otbek. Ketdi bo'lmasam mana qama. Otbel yur men aytgan tomonga. O'zimiz yuraverdi, yurgis kelma. Yurmaganingga. Hop. Vokzal bor ekan bitta akalar. Nima yonyapti bati? Nima yonyapti? Bilmadim akalar. Hop tekshiramiz. Hozircha zombilar kam emas. Hop taxtadan yasab. Hali yasamaymiz. Zombi juda kam. Hop bu taraflarda qaraymiz. Boya kirisi orqamdan kelib qolganini-chi bor. Ana yashaganda ijtimo qilib bermaydi, ijtimo qila olmaydi to'g'rirog'i. No zombi shahar. Biz bu yerda qochib qolishimiz kerak bo'ladi adashmasam boshqa joyga. Shu shaharga qochib yurishimiz kerak. Eshigi ochiqmikan avtobus? Avtobus ichiga yashirinib turaylik. Yerda sonliq bor ekan akalar. Yaxshi, olmos boshgiyam. Kiyib olamiz buni. Xo'p akalar, bizga hozircha kirka kerak. Mana chiroqni olamiz. Kechqurun tushganda bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Chunki bilib bo'lmaydi. Qorong'i ketsa gar tushadimi, yo'qmi bilmayman endi. Bilib bo'lmaydi. Qorong'i tushib ketib qolsa. Ichi ochilmaymi? Mayli, buzib ko'ramiz. Yaxshi. Avtobusda ichiga yashirindi akalar. Kellar yashirinmaymiz, sekin chiqib. Naryoqdan chiqardim. Aylanib, oqtarib yuramiz zombi chunki o'zi zombi zis ko'rinmayapti-ku. Yo'q, mayli, bu tomon yuramiz hozircha. Uni adashmasam maktab avtobusi yashil. Yo'q. Voy akalar, buni kichkinaligina. Voy asalcha. Voy akalar. Yana bir narsa, Ramazon yo'qmi? Do'stlar muborak bo'lsin. Ramazonga mana kirib ham keldik. Sekin tashqariga bat hojatxona ekan, toilet ham deb yozib qo'ymaydi-ya. Akalar, bu bor-ku, lekin hali ishton yo'q edi bizda akalar. Endi ishtonli bo'lamiz akalar mana. Buni almazdan kiyinamiz akalar. Bor, men qo'limda narsa ko'payib ketyapti. Yig'ib yurishimiz kerak chunki kerak bo'lib qolishi mumkin. Qilich turib turaversin, qalqon ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Hop, yana nimalar ko'rdim? Men bitta yo'q bo'ldi. Men bitta qaranglar. Samsungni ziplan mashina kelib. Adashib ketibman. To'g'ri ikkinchi etaj bor ekan. Ikkinchi etajdan ham do'stlar kelib ko'rib tushamiz. Hop, yana qana video bo'lishini kommentariyaga yozib qoldirsalaring. Minecraftda seriallar ham olamiz hali. Burada hozircha bo'sh. Bombosh. Mana do'stlar qorong'i vuy akalar. Samolyot qulagan ekan. Aytdi. Necha etaj bu? Zombilar ko'payadigan vaqt. Tezda tekshirib pastga tushish kerak batdan. Tezda joyimizni o'zgartirishimiz kerak. Chunki zombilar keladi. Albatta, qolsa zombilar kira olmaydi. Qiziq bo'lish uchun biz tashqarilarda aqa-baqa ko'chib yuramiz. Ochili. Sizlar bor yo'q like bosib padishkalar qilsalar ham bo'ldi do'stlar, ketdik. Bu yog'i yenma keragi bor. Ketdik akalar, hozir zombilar ham ko'payadigan payt. Ehtiyot bo'lishimiz kerak.
Obbo, men bu yerga qo'yib qilishni ushlab olamiz akalar. Ayta zombi yuribdi akalar. Keladi hozir ko'rdi akalar bizni. Ish qilib o'zimda boshqa yo'qa bitta o'ldi. Men shuni o'ldirib olay. Yaxshi akalar, o'ldirib oldik. Bizga ham amajicha tegdi, 4 ta jonimiz ketdi mayli. O mana boya birinchidan undan katta ekanchi. Ichini ko'rib chiqaylik. Akalar buni qaranglar, zombiyni ko'pligini. Qot. Ay. Uncha urmamani, nima urasan, nima haqqim bor? Ay, jonimiz kam qoldi akalar. Urolmadim mayli. Voy zombi akalar. Ketdik bo'tda. Mo'yani ham ol uka. Jonimiz oz qoldi aka. O yana zombi akalar. Bekorga bu zombi. O'lib qolding mayli. Yana ulan boyagi joygacha borib kelishimiz kerak. Ahmad Qodir была убийца. Zombi. Zombi bizni o'ldirdi akalar. Yana o'sha joyga borib narsalarimizni olishimiz kerak. Unaqada biz o'lib qolishimiz mumkin akalar. Boyagi avtobus qayerda turgandi? Mana ekan. To'g'riga borsa ana samolyot bor edi. Ashni ham oldiga chiqib ko'ramiz hali. O'sh ko'k avtobus oldida uy edi. Bino edi ana shunday. Va do'stlar, videoga shu yerda stop. Obunachilar, bitta ko'ringlar, qaranglar, obuna bo'lganlar soni 96%, obunamaganlar. Ko'ringlar 96%, shuni ko'ringlar. 90% tushirib qo'yaylik, obuna qo'yinglar do'stlar. Demak, shunda bizda hozir 91 ta obunachi bor. Shuni obuna qilib qo'ysalaring do'stlar, zo'r bo'lardi. Bo'lmasam yana videoga qaytamiz. Mana shu keyin kiramiz. Unga o'zi kirmam chiqdi. Oyga tezroq borishimiz kerak. Ana shu narsalarim qolib ketgan zombi vachchalar mana shu o'ldirgan. Jonim oz qolgandi-da, bo'lmasa nima qilishni o'zim bilardim. Shuncha narsa kelar. Qo'tta kelar. Voy qaramayotganimda urush mumkin. Kriz orqadan keldi bu krisalar. Yo'q akalar, men bularni shunchaki qo'yib qo'ymaymanmi? Asabni buzyapti bu krisalar. Qoch. Do'stlar, sizlar prosta obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shuncha harakatdamiz. Endi do'stlar, obuna bo'lib qo'ymasalaring bo'lmaydi akalar. O krisalarda qaranglar, mana qo'limda hech narsa yo'q. Biz adashdik. Nariyoqqa yurishim kerak. Zombilar oldini olib ketamiz. Oldimga kelma. Kelma oldimga. Zombi vachchalar orqamdan olib kelyapti ana. Mayli akalar, bosdik bo'lmasam tezroq. Ani avtobus ichiga biroz kirib to'xtab dam olamiz akalar. Voy chiqa. Zombilar qani? Bo'ldi akalar, biz qutuldik, qolib ketdi. Voy, qolib ketdi desam. Yo'ldan yuramiz, kesib chiqamiz akalar. Ana shu yo'lda qolganda o'zi narsalarimiz. Umuman. Boyam o'zi hamma narsani ola olmaydi o'zi.
Mayza qayerdan keldi? Xo'p, mayli, mana olamiz. Xo'p, ko'p kerakli narsalar qoladimi uni? Qo'yib olamiz, mana bu yerga olib qo'yamiz. Ketdi akalar, dam olish vaqti keldi. Bu yoqqa kimin borsan, kimin zo'rsan. Zo'ring bormi bu yoqqa kelib hammang. Men o'zim shu yerda turib kutaman zombilarni. Voy akalar o'rkimcha. Xonalarda tekshirib chiqsak bo'ladimi? Ko'ramiz. Oh, creepy. Zombi. Voy ko'zing yo'laymi? Jonim lekin to'la yaxshi. Blin, olib qochamiz dedim. Qoch. Qoch, ko'zing yo'lamay hozir o'lasan, blin. Voy skelet rozmisan, skelet mani otma. Skelet rozdan qochamiz akalar, bu yomon bu. Bu yomon. Ay, yana bitta skelet akalar. Voy, saninam yedim o'zi qochib qol akalar, qoch. Yo'ldan qoch, ko'chaga qoch, eshitaga qoch, yorug'likka qoch. Zombilar bo'lmaydi. Akalar yorug'am tushdi. Zombilar ham, skeletlar ham o'lib ketadi, yorug'ga chiqsa aytdim-ku. Hayır bolalar, sog' bo'linglar, yaxshi uxlanglar. Yaxshi o'lib olinglar, keyin qaytaman. Biz bo'lsa jonimiz kam qoldi. Yegani ham mana bunaqa zombi go'sht bor hozircha. Yeb olsak bo'ladimi zombi go'sht? Mayli, bu yeb olamiz. Qolib zombiga ham qolmadikmi biz? Yo'q. Ketdikmi sen? Deganda do'stlar, bo'lmasa bugungi videoda bu birinchi qismi edi. Mana shu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasalaring, videoga like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Buning ikkinchi qismi videoda tagida 10 tadan ko'p like yig'ilsa, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi akalar. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha, ciao.